تقبل صيامنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم تقبل ركوعنا وسجودنا. اللهم تقبل ركوعنا وسجودنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. فاعف عنا يا رحيم. فاعف عنا يا كريم. فاعف عنا يا أكرم الأكرمين. Peygamber aleyhissalatü vesselam Ramazan şerif defalarının duaları. Allah Teala dualarımızı kabul eylesin. Gündüzleri tutuyotgan ro'zalar, kechalari qilayotgan tahajjud, toat, ibodat, xatmi Qur'on, duo iltijolarimiz. Alloh taolo mana hozir duo qildilar domlalarimiz. 20 kun asosiy mana shu oxirgi 10 kunlikka tayyorgarlik inshaalloh. Peygamber aleyhissalatü vesselam oxiriga kelganda yana ham kuch-quvvatga to'lib, o'zlari va atrofdagilarni bedor qilib, oxirgi 10 kunlikni g'animat bilishlikka tavsiya qilganlar. Alloh taolo barchalarimizni mana eng go'zal holatda Ramazonni boshladik, oxirigacha mukammal qilib, chiroyli qilib oxiriga yetkazishligimizni Parvardigor o'zi nasib qilsin. Yanagi yillar, yana ko'p yillar qatorimizdan xato bo'lmay, oila a'zo, yurtdagi, butun dunyodagi mo'min musulmonlar bilan Ramazoni Karimni qarshi olishligimizni Parvardigor o'zi nasib qilsin. Bu yilgi Ramazonni shukuhi o'zgacha. Hozir biz mana qordamlar bilan birga iftor qildik. Qo'qon shahar hokimlari ham birga edilar. Ramazoni Sharifni avvalidagi bo'lgan xalqimizga e'tibor, ehtirom yurtbosh tarafdan qilingan saxovat bu juda ham katta narsa. Hech ilgari bo'lmagan. Mana shu narsalarni Alloh taolo mana kattalarni ko'ngliga solib, mana shundoq chiroyli qilib Ramazonni boshlab berildi. Xatm Qur'onlarimiz biri-biridan go'zal, masjidlarimiz undan go'zal. Ustozlarimiz bundan 30-35 yil avval juda bir og'ir, nochor masjidlarda xatm qilishar edi. Ular duo qildi, lekin ko'rishmadi. Alloh bizga nasib qildi. Mana shundoq masjidlarda go'zal bo'lishi, namozxonlar bilan to'lib toshishi, ulamolarimiz o'zimizdan, qorilarimizni mana shundoq eng yuqori saviyada tayyor bo'lib, mana shundoq go'zal holatda xatm Qur'on qilib berishlarini Shayx Hazrat o'zlari bosh duo qilardilar. Alloh taolo mana shu baxtni, saodatni biz ko'rib, bu narsada mana ichida yashayapmiz. Mana shu toat, ibodat bilan hammalarimiz hayotimizni mana shundoq eng go'zal holatda davom etayotganini ko'ryapmiz. Alloh taolo o'zi husni qabul qilsin. Bu yangi masjid, Qo'qonda Latif masjidini xalqimizga, butun dunyo islom ummatiga Alloh muborak qilsin. Bu yerda mana xatm Qur'on, 5 vaqt namoz, juma namozlari, amr ma'ruf, nahiy munkar, ma'naviy, ma'rifiy suhbatlar to qiyomatgacha davomli bo'lishligini Parvardigor o'zi nasib qilsin. Bu masjidga xizmat qilgan hamma katta kishilar, bu yerda duoda amin deb turgan domlalarimiz, boshqa qadrdonlarimiz, Abdulloh akam boshchilik, yana boshqa bu yerda xizmat qilgan avvalgi qadrdon hammalarini, xosatan hoji onamizni Parvardigor o'zi hifzi himoyasida qilsin. Uzoq umr bersin. Oilaviy baxt saodat barchaga. Doimo mana shundoq hayot yaxshilikda davom etishligini Parvardigorning o'zi nasib qilsin. Alloh taolo bunga xizmat qilganlarning hammasiga ajrini, savobini ziyoda qilib bersin. Man bana lillahi masjidan faqad banallohu baytan aw qasran fil jannah. Va'da bor. Bu dunyoda kim mana shundoq Alloh taoloning baytini obod qilib masjid qursa, unga qiyomatda, ya'ni jannatda yoinki bir qasr bilan, yoinki bir go'zal manzil bilan Alloh mukofotlaydi. Inshaalloh bularga mana shundoq ajr, savob, mukofotni Parvardigor o'zi nasib qilsin. Yana yurtimizda bunga o'xshagan masjidlar, madrasalar, mana shundoq dunyo ko'rib havas qiladigan, butun zamon talabiga javob bera oladigan masjid, madrasalarimiz inshaalloh ko'p bo'lishligini Parvardigorning o'zi nasib qilsin. Alloh aziz yurtimiz, jannat makon O'zbekistonni samoviy aroziy ofatlardan hamisha hifzi himoyasida asrasin. Yurtni boshqarayotgan yurtboshimiz, u kishi bilan yelkama-yelka turib, el uchun, yurt uchun, din uchun xizmat qilayotgan mas'ul mutasaddi rahbarlarimiz bor. Alloh taolo barchalarini olib borayotgan faoliyatlariga barakotlarni nasib etsin. İnşallah hammalaringiz sog' salomat bo'linglar, o'ylagan qalbinglardagi murod maqsadlaringizga Parvardigor o'zi yetkazsin. Xatm Qur'onlarimizni mana shundoq eng ko'tarinki ruhda qadr kuni eng chiroyli duolar bilan itmomiga yetkazishligimizni Parvardigor o'zi nasib qilsin. Xizmat qilayotgan domlalarimiz, xatmiga o'tayotgan qorilarimizni, masjidda mana bu faollarimizni hammalarini Parvardigor oilaviy baxt saodat bilan siylasin. Alloh taolo o'zidan so'rab yurgan hamma yaxshi niyatlariga muyassar muvaffaq qilsin. Rahmat, salomat bo'lsinlar. Hammalaringizga rahmat. Muborak bo'lsin.
chiqaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qandagi huquq